Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. Xitoy urush boshlangandan buyon maxfiy holda Rossiyadan qurol-yarog' sotib olgan. Rossiya Ukraina urushi boshlangandan buyon Xitoy izchil Rossiyani Astriddan qo'llab kelgan bo'lib, yaqinda Ukraina taratqullari Xitoyning maxfiy tariqada Rossiyadan qurol-yarog' sotib olganligini oshkorladi. Ukrainaning Kiev mustaqil gazetining Rossiya hujjatlariga asosan oshkorlashicha, Xitoy 2022-yildan buyon maxfiy holda Rossiyaning harbiy uskunalarini sotib olib kelgan bo'lib, bu orqali Xitoy havo armiya qismlarining Tayvanga tajovuz qilish kuchini oshirishga uringan. Mazkur hujjatlarda 2022 yili aprel oyida Xitoyning havo armiya qismlari uchun bir yurish qurol-yarog' va Beronovik sotib olish talabi sunganligi 3 haftadan keyin Rossiya Federativ harbiy texnika hamkorlik idorasining Rosoboron eksport shirkatini Xitoy vakillari o'mikiga havodan tashlag'ili bo'ladigan Rossiya urush avtomobillarini ko'rsatishni buyurganligi ko'rsatilgan. Mazkur shirkat Rossiyaning barliq qurol-yarog' eksportiga mas'ul davlat korxonasi ekan. Xabarda qayd qilinishicha, 2023-yili 4-oyda Xitoy vakillari o'miki Moskvaga borgan. Mazkur yig'in Rossiya Ukraina urushidan keyin ko'p qatim davomlashgan Xitoy-Rossiya uchrashuvlarining biri bo'lib, ikki tarafning turli harbiy kelishimlarining imzolanishiga turtki bo'lgan. Bu kelishimlar orqali Rossiyaning xalqaro embargolarga duch kelgan qurol-yarog' shirkatlari iqtisodiy manfaatga erishgan bo'lsa, Tayvanga borgan sari harbiy tahdidni kuchaytirayotgan Xitoy o'z havo armiyasining urush kuchini zo'raytirishga kerakli qurol-yarog' va harbiy lozimatliklarga erishgan. Mutaxassislar agar Xitoyning yordami va hamkorligi bo'lmagan bo'lsa, Rossiyaning harbiy ishlab chiqarish iqtidorini hozirgacha saqlab qololmaydiganligini ta'kidlagan. Ukraina prezidentlik ishxonasining maslahatchisi Vladislav Vilasyukmo Rossiyaning harbiy sanoatida ishlatiladigan muhim zapchastlar va ishlab chiqarish uskunalarining taxminan 60%ning Xitoydan keladiganligini oshkorlagan. Garchi Xitoy Rossiya Ukraina urushida betaraf pozitsiyani saqlaydiganligini, masalani tinchlik yo'li bilan hal qilishni tashabbus qiladiganligini da'vo qilib kelgan bo'lsa-mu, Xitoyning Rossiyadan qurol-yarog' sotib olishi, boshqa qurol-yarog' va texnikalar bilan ta'minlashi, Rossiyaning Xitoy askarlarini mashqlantirib berishi qatorliq maxfiy munosabatlar to'xtamay oshkorlanib kelmoqda. Fransiya Xitoyni savdo farqini azaytish haqida ogohlantirdi. Oldingi hafta Xitoyda ziyoratda bo'lgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ziyoratdan bir necha kun keyin Xitoyni ogohlantirib, agar Xitoy savdo passiv balansini azaytmagan taqdirda Yevropa ittifoqining tamojna bejini ko'paytirganligini ta'kidladi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Macron 7 dekabr Fransiya taratqullarining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Yevropaning sanoat va yangilik yaratish modelining yadrosiga zarba berayotganligini, Yevropaning an'anaviy afzalligi bo'lsa, stanok va avtomobil sanoatida ekanligini bildirgan. Macron Trump hukumatining savdo qo'riqchiligi siyosati sababli zo'r turkumdagi Xitoy tovarlarining Yevropa bozoriga eqib kirayotganligini, Yevropaning masalasini texmo ig'irlashtirayotganligini, bu Yevropa sanoatiga nisbatan hayot-mamotlik masala ekanligini ta'kidlagan. Macron yana Yevropa ittifoqining bu masalada o'rtaq saf hosil qilishining tezki to'xtaydiganligini, chunki Germaniyaning Xitoyda chunqur manfaati borligini, bu jihatda boshqa Yevropa davlatlarining yanada turib bo'lolmayotganligini ilova qilgan. Macron Yevropaning Xitoy bilan bo'lgan passiv balansini azaytishi uchun chuqum Xitoyning mablag'larini qabul qilishi kerakligini, davomli Xitoydan import qilish emas, balki Xitoy shirkatlarining chuqum Yevropaga kelib mablag' selishi kerakligini ta'kidlagan. Suriya xalqi Hurriyat kunini tabrikladi. Suriyada Bashar Asad hokimiyati ag'dirilganligining 1 yilligi xotirlanayotgan bir paytda ko'plagan davlatlar yangi Suriya hukumatiga qarata qo'llash maydonini qayta ta'kidladi. Suriya Arab xabar agentligining bildirishicha, Suriya prezidenti Ahmad Shar'id dushanba kuni Damashqdagi Amaviy jamoasida harbiy formasi bilan bomdod namozini o'qigandan keyin qilgan so'zida Suriya xalqiga xitob qilib, davlatining buguni va o'tmishiga loyiq bir qayta qurish davrining
yangi bosqichiga qadam qo'yganligini ta'kidlagan va keyingi bosqichning ojizlarni qo'llash va xalq orasida adolatni ishga oshirish asosiga quriladiganligini bildirgan. Yevropa Kengashi raisi Antonio Costa dushanba e'lon qilgan bayonotida Yevropa Ittifoqining Bashar Asad rejimi yemirilganligining birinchi yilligini tabriklayotgan Suriyani qo'llaydiganligini yana bir qatim ta'kidladi. U X hisobida ham bahirlagan uchurida Asad rejimi ag'dirilib bir yildan keyin Suriyaliklar texmi muqim va sig'dirishchan bir kelgusiga qarab qadam tashlamoqda. Yevropa Ittifoqi adolat, yarashish va barliq Suriyaliklarning haq-huquqini markaz qilgan tinch va Suriyaliklarning yetakchiligidagi bir musobaqani qo'llaydi, dedi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Prezident Ahmad Shar'iy rahbarligidagi birlashma hukumatning o'tgan bir yilni ko'plagan masalalarni hal qilish uchun kurash qilish va texmi oqilona tinchlikparvar tashqi siyosat yurgizish orqali o'tkazganligini bildirdi. Bayonotda Turkiya bo'lish sifatimiz bilan Suriyada muqimlik, bexatarlik va farovonlikni barpo qilish yo'lidagi tirishchanliklarni eng kuchli tariqada davomli qo'llaymiz, deyildi. Suriyada taxminan 25 yil taxtda o'ltirgan Bashar Asad o'tgan yili dekabrda Rossiyaga qochib ketgan edi va 1963-yildan beri hokimiyatda turgan Ba'as partiyasi rejimiga xotima berilgan edi. Ahmad Shar'iyning yangi o'tkinchi hukumati bu yil yanvarda qurilgan edi. Navbatda Suriya xalqi 61 yillik Ba'as hokimiyatining ag'dirilganligining 1 yilligini tabriklash orqali Suriyaning erkin, bexatar bir davlatga aylanadiganligiga bo'lgan umid bilan qarshi olmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.